Xitoyliklarga yerimizni, vatanimizni sotayotgan xoinsan deb yozishibdi menga. Va bu narsani yozayotgan odamlar eshitinglar va o'zingizga savol bering. Men vatanim uchun nima qildim? Nima foyda keltirdim? Nima qila oldim shu yoshga kirib degan savolga javob berib qo'yinglar. Menga kerak emas, o'zingizga o'zingiz javob berib qo'ying. Men 5 yil davomida Xitoyda yashab kelgan odamman. U yerni tabiati, yeri, zaxiralari, ekonomikasi qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman va bizdan ko'ra 100 barobar o'rmoni 100 barobar zo'r bo'lsa zo'rki kam emas. O'rmoni bor, okeani bor, dengizi bor, daryosi bor, tog'i bor, koni bor, liboy bitta davlatda bo'lishi mumkin bo'lgan moddiy boyliklari hammasi bor. Sizni quruq yeringizga umuman hech kim qarab qolgani yo'q. Yeringizni tortib olmoqchi ham emas va kerak ham emas. Ular faqat pul ishlagan, daromad qilgani keladi bu yerga. Va xo'p, hammasi bostirib kelyapti. Ular bosib bizni ko'p ma'naviy tomonimizga ta'sir qilishi mumkin. Bunga nima qilsak bo'ladi degan narsaga shunday javob borki, shunchaki har bir narsani kurashish yo'li ilm. Ilm najot. Ilm bilan boylik keladi. Ilm bilan har narsani yechimi keladi. Ya'ni til o'rganing, Xitoy tilini o'rganing, ularga qarshi biznesni o'rganing, pul qiling, boy bo'ling va lyuboy xitoylikni men garantiya beraman, bir oyga $2000 bersangiz, har qanday mutaxassisligini kelib o'rgatadi. Masalan, men esimni tanibmanki, pomidor, bodring 1 kilosi yozda 3000, 4000, qishga borgandan keyin sentyabr, oktyabrdan oyidan 30000 so'm bo'lib ketadi. O'zbekiston aholisini teng yarim pomidor, bodring yemaydi qishda. Chunki 30 mingga 1 kilosi bir marta ishlashda tugaydigan narsani olib yolmaydi ko'pchilik aholi, topishi kam. Nimaga? Chunki issiqxonalarda qanday yetishtirishni bilmaymiz. Uni qishloq xo'jaligi zarar kunandalarga qarshi o'g'itlarini tushunmaymiz. Ne to'g'ri qishloq xo'jaligi juda ko'p sohada. Mashina sozlikda yoki qanaqadir elektromobillarni ta'mirlash bo'yicha men shunaqa mutaxassislarni, investorlarni olib keladigan odamman. Ya'ni o'zbek tadbirkoriga Xitoy tadbirkorini tanishtiraman, o'zaro hamkorlik qiladi. Va vaqti hamkorligi tugagandan keyin hurmat bilan kuzatib qo'yiladi. Menda ham xuddi shunaqa. Pulini beraman, aytaylik oshxona biznesi, restoran, mehmonxona biznesi. O'zingizda yetishmayaptimi? Ilm, nauka tomondan pulini to'lang, hurmatini qilib olib keling, 1 oy, 2 oy ishlatingda yana kuzatib qo'ying. Zato siz o'shanga ilmini olib qoldingiz. O'zimizda yetmagandan keyin shunaqa gap bor. O'zingda yo'qmi? O'zingning aqling yetmaydimi? Kerak bo'lsa dushmaningni bo'lsa ham ilmini o'rgan degan joy bor. Ilm olish kerak o'rtoqlar. Xitoyga boykot, u narsa bu narsa deb yotmanglar, foydasi yo'q. Xitoyga boykot bersak biz o'zimiz gadoy bo'lamiz. Nimaga? Chunki o'yla, lyuboy odamni uyida men garantiya beraman, 100 xildan ortiq narsasi Xitoyniki. Aboy, eshik, qulf, zamok, lampochka, parda, material, pol, patolog hammasi Xitoydan keladi bizga. Agar bu narsalar Xitoydan kelmasa, kim beradi? Rossiyadan keladimi? Qimmatga. Kimning puli yetadi? Yana o SSR zamonida qolib ketgan shisha lampochkalarga o'tamizmi? Tak что